Assalomu alaykum azizlar, mana tarozlarimiz assortiment har xil turidan xudo xohlasa har bittasini hozir narxlari bilan, razmerlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, qo'y tarozimizdan boshlasak, qo'y tarozimizni uzunligi 1.20, eniga 70, balandligi 80, ko'tarish quvvati 500 kilogacha. Xo'p, 2 yil garantiyasi bilan xudo xohlasa narxiga keladigan bo'lsak $280. Kimga shunaqa tarozlar, qo'y tarozlar kerak bo'lsa, men bilan murojaat qilaverasizlar. Xo'p, dastavkalari kelishilgan holda uzoq yaqinligiga qarab yana o'sha yo'l kirasi qo'shiladi. Xudo xolasa bunimiz mol tarozini bez reshotka varianti. Menga reshotkasi kerak emas, reshotkasini o'zim qilib olaman degan akalarimizga bez reshotka varianti mana shunday. Uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, ko'tarish quvvati 2 tonnaga moslashtirilgan. Xudo xohlasa 2 yil garantiyasi bilan. Buni yonidagisi esa menga poli ham kerak emas, o'zim qilib olaman deganlar uchun xo'p $400 ga chiqadi bunisi. Bu ham 2 tonna, xohlasalaring 3 tonnaga bunisini ham nastroyka qilib beramiz. Tonnasi o'zgarsa ham pul o'zgarmaydi. Bunimizni $400 qilib beramiz. Xo'p. Mana bunisi esa eksklyuziv deydi, eksklyuziv. Bu mol tarozini Bluetooth varianti, Bluetooth kabelsiz varianti. Bluetooth bilan ishlaydigan mol tarozimiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Hozir Bluetooth yoqqanim yo'q. Bluetooth yoqib hozir ko'rsataman 1 daqiqa. Mana Bluetoothni ham yoqib oldik. Ustiga chiqing Doston aka, tarozini bir ishlashini ko'rsatib qo'yaylik. 69-75 kilosiz. Xohlasa 75 kiloda mana to'xtadi. Bluetoothli mol tarozimiz bu. Eksklyuziv. Razmerlarini aytib o'taman. Eniga 1 metr, uzunligi 2 metr, balandligi 1.20. Mana shu reshotkagacha. Xo'p, bunisi xuddi mana shu tarozi kabellik varianti. Kabelli varianti. Uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, ko'tarish quvvati 2 tonnaga moslashtirilgan. Xo'p, 2 yil garantiyasi bilan bular ham. Xo'p, mana bunisiga keladigan bo'lsak, bu zakaz, podzakaz tayyorlangan, pastlari list, hamma yeri profildan ishlangan, baquvvat qilib, xo'p, $670 ga xudo xolasa bu ketadi inshaalloh Andijonga. Mana bu mol tarozimizda, mana shu mol tarozlarimizda yig'ishtirilgan varianti. Mana shunday holatga keladi ular ham. Buni ortida ko'rib turganlaring 4 metrlik tarozi, eniga 2 metr, uzunligi 4 metr.